Hammaga salom do'stlar, rap kanalimga xush kelibsiz. Do'stlar, bugun massaga reaksiya qilib o'tamiz. Massadan yangi treklar chiqibdi va eshitganim yo'q. Bugun birgalikda eshitamiz va o'z reaksiyalarimizni berib o'tamiz. Do'stlar, men kirishni cho'zib o'tirmayman. Kichik introdan kelgan sraz reaksiya videomizni boshlayman. Do'stlar, bilaman siz eshitib bo'lgansiz massadan trekni, lekin men endigina eshitaman. Xullas, massadan massadan kanalga kiraylikchi, qanaqa treklar chiqdi ekan. 2-3 ta trek yig'ilib qolgan deyishyapti. Hozir ko'ramiz. Ekran zapisi yoqdik, men qizig'i yo'q. Biz yerdan dirs boraylik. 1 minut. Massadan oxirgi marta freestyle 3 ga reaksiya qilgan ekanmiz. Undan keyin Ruxsorem bilan San degan trek chiqibdi. Men tayyor degan trek, qatta edi hamma degan trek. Hammasini bittalab eshitib ko'ramiz. Birinchi bo'lib 3 oy oldin chiqqan Ruxsorem bilan 1.300.000 prosmotrga ega bo'lgan San deb nomlangan trekni eshitamiz. Let's go. Chiroyli gaplaringga ochdim, ovoz xabarlaringni tinglab. Ruxsoremda ovoz vashshi bo'la qanaqadir yoqimli, ha? Miyan uqolaveradigan darajada. Tak, ekranni katta qiling. Let's go. Kecha kunduz edik biz balla, o'rnimni bosdi endi kimlar? Telegramda turar esindli, o'ynama tekada ham chumli, SMS'galar ketma-ketlik bilan. Qattasiz? Bo'lmasa Bilan. Nima qilyapsiz? Bilasan-ku. Yana soqqali ishlaringizmi? yana soqqali ishlaringiz. Erkak kishi nima qilsin? Oldimda bo'lsin. Bilasan-ku, kerak paytda oldingdaman. Soqqali ishlaringiz mendan ham muhimmi? Boshlamagan. Sen hay Balqmayim bilan. Money is money lan. Money is money. yoldasan, nima qilmasam, faqat seni qalbim tinmaydir so'raydi. Men ishonaman, haligacha ham tilda eshitib seni yolg'on gaplaringni. Nima degani yolg'on? Kechasiga turi totomon. Anaqa bolalar Timothy vibe bor qanaqadir, 2013-2014larda Timothy treklari bo'lardi, fitlari. Ana shunaqa vibe bor qandaydir. Nima degani yolg'on? Kechasiga turi totomon. Bolla bilan sirpanuvdik ko'chada. Shunga endi qilasan bir narsada gumon. Balki kechasi emas edi uyg'on. Til qilmasam bo'laman menda yomon. Xuddi boqishidek hayotim, bilasan qaytaman uygadir otguncha tong. Boshidan bilarding Uygadir otguncha tong. Dir qo'shimchasini massa biratan o'ta ko'p qo'shadi bor. Uygadir. til qilmasam bo'laman menda yomon. Xuddi boqishidek hayotim, bilasan qaytaman uygadir otguncha tong. Bilasan qaytaman uygadir otguncha tong. Boshidan bilarding ochuvchi. Rapper bilan hayot bo'ladi boshqacha. Lekin baribir meni tanlading. Ichingda hammasi qandoq bo'lishini bilarding. Uxlab qolma faqat borguncha. Kesam keyin bo'lar senga ortiqcha. Lekin Borsam keyin bo'lar ortiqcha. Yo, mayli. endi bu gaplar o'z. Massa biratan sevara. Kesam keyin bo'lar senga ortiqcha. Lekin endi bu gaplar uzoq. Jim turib sal eshitiladi go'doq. Qizim, sovg'a, qimmat tosh. Baribir ko'zlardan oqadi yosh. Balki qiluvlar hali ham yosh. O'zgarishimga bo'lgandir menga bosh. Sen hayoldasan, Buyur, qayeri buyur. O'zbekistonmi bu joy yo boshqa davlatmi? nima qilmasam, faqat seni qalbim tinmaydir so'raydi. Men ishonaman, Ovoz vibe vahshi bor, okey. haligacha ham tilda Trek tugaguncha uxlab qolmasam, yo'qmi-yo'q, 4 minutmi?
4 minutmi? 4 minutlik treyler qoldimi? eshitib sani yolg'on gaplaringni Yilla ko'chalarni kezdim. Ertayu kecha soqqa topish bo'lgandir xayolda. Lekin bir narsani sezdim. Oldimda bo'lsang hammasi unutilar bir zumda. Ko'ribsan o'zimga aytdim. Xohlayman do'stlikdan borishga sal uzoqqa. Tushunib yetamandir sekin. Sal kechikdim etishga bularni senga. Aytasan darik qizlar bilan to'la. To'xta muloqotga tanlab boshqa yo'li. Aytgan to'g'rimi to'g'ri. Hislaringni yashirib aytgani bo'lma ovora. Ha, qizlar menga yozishadi. Chunki men bilan bo'lishi hammasi xohlashadi. Yo'qada ularga kimligim, qarasharmidi bo'lmaganda mas'ulligim. gaplaringga uchdim, ovoz xabarlaringni tingla. Kecha kunduz edik biz birga, o'rnimni bosdi endi kimlar? Telegramda turar esintli, o'ynama tegida ham jimlik. SMS kelar ketma-ketlik bilan, oh yeah. Qizim, sovg'a, qimmat tosh. Babir ko'zlardan oqadi yosh. Boyagi verslar yana qaytarilyapti, trek. Shuni hisobiga uzun bo'lib ketibdi menimcha. Qanaqasi limiti. Balki qiluvlar hali ham yosh. O'zgarishimga bo'lgandir menga bosh. Sana xafa qildim oldinda aybdorman. Insonga sevgi bir marta beriladi va men faqat seni sevganman. Seni sevishda davom etaman. Agar kechira olsam meni kechir. Massa yo! O'lib turgan ekan, opog'im. O'lib turgan deydi. Ko'rinmas. Xo'sh, boshlab olgan bo'lsak, endi boshqalarga o'taylik. Endi bitta qizdiraylik, massa biratan. Bo'ldi endi. Men tayyor degan trekni eshitaylikchi. Tak, 2 oy oldin chiqqan va 266 ming prosmotrga ega. Nima debdi? Hammani kuzatuvchilarimga assalomu alaykum. Humoyun To'xtamurodov. IP Beats, let's go. Sho'maganman omadga yo'shidan. Kela hammasi dimita to'kishdan. O'shana hammasi qattiq xohishdan. Qadam bosilar miyada reja to'g'ri yoshdan. Intizom, qat'iyat, yiqasa turish bo'lmadi tabiat. Bu sport, bu anaqa videodagi, klipdagi sportchi bratanimizga atalgan trek shekilli ham. Mas, mehnat, faqat nishondadir hamma ahamiyat. Yutilmas kurash olsa medal oltin. Kurash yutil azalda g'alabadan oldin. Menda kalla o'tkazmas kechalarni sokin. To'xtamayman chunki tarixda qolaman otim. Ishonch, mador, yuradi. Bit sal boshqacharoq bo'lish kerak edi menimcha. Bosslar bunglatadigan massa bratan yaxshi qilardi bunaqa ishlarni, bilmayman. Chota bit so'zlar yaxshi-da, bit unchalik qandaydir yemaganday bormi? Massa bratan banglatadigan bitlardan qilish kerak bormi? Nega o'lmaga hamkor, yo'lda o'z tushdi kechdi bitlarga o'xshaydigan manaqa to'la bitlar. Sardor, hech kim kerak emasdir menga men bor. 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 Chunki doim hammasiga men tayyor. Tayyor, men hammasiga tayyor. Tayyor. Chunki men doim tayyor. Men hammasiga tayyor. Chunki men doim qo'rqiladi chunki bu yurak
aniq buyurmasak qo'lga kelmaydi diyor. Yutmaydi kim kuchli yoki tayyor, yutadi kim oxirigacha borishga faqat tayyor. Matlab, maqsad, orqaga yurgani yo'da ruxsat. Tinmaslik, manda odat, raqiblar bilan bo'lar kalta suhbat. Oldinga yursa yiqilishdan qo'rqma, yaxshisi qo'l qolib ketishda joyda. Yarat yo'l bor faqatga bosa bir to'da, chunki tavakkalni yoqtirib vujudda. Dard o'tar, og'riq ketar, shon sharaf abadiy qolar. Joydan tur, ruhni ko'tar, mardlarni faqat buyuklik kutar. Mardlarni faqat buyuklik kutar. Ismimni o'zi raqibga xatar. Davom etaman ichimda takror. Nima bo'lmasa ham bugun men tayyor. Tayyor, men hammasiga tayyor. Tayyor, chunki men doim tayyor. Men hammasiga tayyor. Chunki men doim. Bilmadim kim qanaqa fikrda bir martalik trek bo'lib qolibdi menimcha do'stlar, bir marta eshitiladigan. Ya'ni kundalik hayotda har kuni ham eshitiladigan trek emas menimcha. Endi zalbalga borganlar eshitishi mumkin, endi zalga borganlar endi kach beradi, haqiqatan zalda motivatsiya beradi. Lekin hattoki bilmadim ya'ni. Massa fit debug qatta edi hamma. Bahaka bilan fit ekan. 3 hafta oldin chiqibdi 196 ming prosmotrga ega. Let's go. Tak. Ketdi, let's go. Bu anaqa Ditto bilan fitlarda anaqasini beryapti. Vibe'ini. Ba'zi bahonada o'sdim, bahonali yo'q boshidan faqat bosdim. Ko'pini ko'rdim rostdan, lekin kutmadim chopishini yaqin do'stim. Yiqilganda turdim, shakllangan shiorimda ma'no o'tdim. Orzuga intilish taslimsiz, hayot qancha sindirmasa ham qarab kuldim. Bu trekni vibe haqiqatdan zo'r. Bu trek eshitiladi, kundalik hayotda eshitiladigan trek. Ya'ni mashinada bo'lsin, naushnikda bo'lsin, haqiqatdan eshitiladi chunki kayfiyatni ham ko'taradi, qandaydir anaqa ritmi ham zo'rda. Anaqa bilan, beat bilan. Yaqin do'stim. Yiqilganda turdim, shakllangan shiorimda ma'no o'tdim. Orzuga intilish taslimsiz, hayot qancha sindirmasa ham qarab kuldim. Yo'dir his tuyg'u, xayollar rejada yo'dir uyqu. Og'riq sezmasdim, tana charchaganda miya berardi buyruq. Bir narsani, shuncha karilaganlar hammasi qani. Qalbakilidan eshitsam tabriklarni, qiziqtirib faqatgina bitta savol mani. Qat edi hamma, hech nima bo'lmaganda stolda menda. Qat edi hamma, non uchun qarz osilganda bo'yinga. Wow. Faqatgina bitta savol mani. Qat edi hamma, hech nima bo'lmaganda stolda menda. Qat edi hamma, non uchun qarz osilganda bo'yinga. Qat edi hamma, yotganim yillab tekst bo'ldi. Ko'ramaganlar bo'ladi endi rolda. Tabriklar bu soxta roli qo'lda. Bu arada hayot haqida aytib o'tyapti. Haqiqatan shunaqa hayot kechirgan emassan, o'zi bilan gaplashganimda ham aytgan, hech nimam yo'q bo'lgan va kichkinagina holda, hatto kravatam yo'q edi, faqat polda yotardim. O'sha kunlardan bugunlarga keldim deb aytgandi. Haqiqatan buni hammasi mehnat do'stlar. Ya'ni o'zining hayotidan aytib o'tib ketyapti. Trekdagi so'zlar yolg'on so'zlar yo'q trekda. Qarz osilganda bo'yinga. Qat edi hamma, yotganim. Bitta tavakkal bilan hayoti o'zgarganligini aytgandi. Ya'ni o'sha hayotigacha ishlab, qiynalib, pul topib, yig'gan hamma pulini shu musiq industriyasiga, rapga tikkanligi, uni bir katta tavakkali bugunlarga yetkazdi. Ya'ni buning orqasida faqat tavakkal emas, katta mehnat bor do'stlar. Buni ham inobatga olib o'tib ketish kerak. Ya'ni bu ishni hamma ham pul olmaydi. Masalan, shunchalik qiynalgan odam, masalan, pul ishlaysan, boshqa qilasan, mashina qilaman deysan, uy qilaman deysan, uylanaman deysan,
boshqa narsa deysan, qanaqa biznes qilaman deysan, u pulni shunday olib repga tikadigan odam вообще menimcha kamdan kam, ya'ni 100 tadan bitta bo'lsa kerak. 100 tadan bitta ham o'sha massa qilgan ekan shu ishni. Ya'ni o'zi bilan gaplashganimda aytgan edi. Yillab tekst bo'ldi, ko'rmaganlar bo'ladi endi rolda. Tabriklar bu soxta roli qo'lda. Qatta edi hamma. Qatta edi hamma. Qatta edi hamma. Yotganat yillab tekst bo'ldi. Qidirishar eski nomerimni terdi. Kerak bo'ldimi shuncha qizlar bo'lganda oldimda. Qatta edi hamma, uyda har kun drama, yig'laydi ona, pul yo'q karmonda, ijodiy falsafa. Britanda anaqasi. Ovozi вообще edi, ovoz вообще bilan. Paraxodda haqiqatdan. Qatta edi hamma. Qatta edi hamma. Yotganat yillab tekst bo'ldi. Qidirishar eski nomerimni terdi. Kerak bo'ldimi shuncha qizlar bo'lganda oldimda. Qatta edi hamma, uyda har kun drama, yig'laydi ona, pul yo'q karmonda, ijodiy falsafa qutqardi botilda, musiqa nafosat yo'q edi zotimda. Lokomotiv kabi intilim olg'a, tushunar u bu kim satrimni zora, qani u kimsalar joni fidoyi, yo'q edi qachon man edim gadoy. Qari keskin o'zgardi zamonim, mehribon yagona manga xudoyim, sanoqli insonlar radim har doim, kimdir umrbod do'stim, kim xoin, kecha umuman yo'q edi loyim, ko'pchilik baxtimga bo'ldi ko'z solim, ko'rolmaydi mani yaxshi ahvolim, baxtli bo'laman bu mani qarorim. Qatta edi hamma, hech nima bo'lmaganda stolda manda. Qatta edi hamma, non uchun qarz osilganda bo'yinga. Qatta edi hamma, yotganat yillab tekst bo'ldi. Ko'rmaganlar bo'ladi endi rolda. Tabriklar bu soxta roli qo'lda. Qatta edi hamma. Elitni vabchas kayf pasmi bolalar biladi, kayf pasmi. Qatta edi hamma. Qatta edi hamma. Yotganat yillab tekst bo'ldi. Qidirishar eski nomerimni terdi. Kerak bo'ldimi shuncha qizlar bo'lganda oldimda. Kommentni ham ko'rishingiz mumkin. Bu trek boshqacha bo'libdi. Avvalgilarga qaraganda bu yoq degan kommentlar bor do'stlar. Haqiqatdan bunisi boshqacha. Vibe zo'rda, vibe zo'r. Endi bitta massadan yana yangi treklar chiqadi do'stlar. Hali chiqqan vaqt ularni ham eshitamiz. Yangiliklar bor xudo xolasa. Xullas do'stlar, treklarni eshitdik. Massa Bratanda 3 ta trekka eshitdik. Yaxshi, uchalasi ham normal, lekin Ruxsorayim bilan va bu Bahaka bilan aytgan treki zo'r. Ya fitlar o'z zo'r chiqadi, qandaydir massani bor. Fitlar ajoyib chiqadi. Bilmadim kimga qanday. Fitlarning bir atmosferasi boshqacharoq bo'ladi. O'shanaqa bir vibe olaman, qandaydir bir o'zgacha. Xullas do'stlar, treklar sizga yoqdimi? Kommentariyada yozib keting va kelasi reaksiya videolarida qaysi treklarga reaksiya qilamiz, buni ham albatta yozib ketsangiz juda ham xursand bo'lardim. O'zingizni ehtiyot qiling, kayfiyatingizni aslo tushirmang. Yangi videolarda ko'rishguncha xayr.